Instagram orqali juda ham g'alati narsalar yozib ko'raman. Va video oxirida ko'ramiz, qani kim menga javob berar ekan. Mr. Beast menga javob yozibdi va bo'lmasam boshladik. Va biz birinchi bo'lib yozib ko'radigan insonimiz bu YouTube qiroli Mr. Beast. Bu bilaman juda ham ko'pinglar baribir javob bermaydi deb o'ylashinglar mumkin. Bu qattan bilasizlar. Hay bro. Давайте Mr. Beastga aniq deymiz. Ya'ni qachon O'zbekistonga kelasan deymiz. Da tasavvur qilinglar Mr. Beast O'zbekiston videosi. O'ylashim bo'yicha ashu zo'r bo'lardi. Давайте bu haqida unga eslatamiz. O't men inglizcha yozardim. Salom bro, qachon O'zbekistonga video olasan? O'ylashim bo'yicha to'g'ri yozdim. Inglizcha tushunadigan bo'lsa komment to'g'rilib ketsin. bo'lmasam biz Mr. Beastga mos bo'ldik. Va endi ikkinchi bo'lib yozadigan mashhur insonimiz bu Anons Boys media klubi asoschisi Islom Abdujabborov. O'ylashim bo'yicha Islom aka javob beradilar. Давайте yozib ko'raylik. Ularga takoy g'alati narsa yozish kerak ekan. Nima desa bo'ladi, ha? Давайте qachon endi challenge yutasiman deb ko'rgan zaman tashladim. Bilsanglar, как Anons Boys'da как challenge qatnashdim va yutdim. To'g'risini yutishim ushalmagandim, lekin как omadan kelib qoldi va shu uchun ham давайте bratlarga yana sal asabini qo'zaylik. Hammaylar prям yozdim va hozir bunga reaksiyalarni ko'ramiz. Albatta video oxirida. Va keyingi bo'lib yozadigan mashhur insonimiz bu senator PUBG. Da, senator как streamer, namchi hamma taniysizlar. Давайте senatorga mana bunaqa deymiz. Qachon senator bilan birga qo'rqinchli video olaman? Давайте buni senatordan so'raymiz. Qachon olishga tayyorligini bilsa, balkim senator bilan qo'rqinchli video chiqar. Nima deysizlar? Давайте yozing qani. Salom beramiz birinchi bo'lib yoshlar katta. Assalomu alaykum. Давайте bu senatorga ham yozdim. Qachon birga qo'rqinchli video olamiz deb va takoy mamnun skeletda va kulgan simaliga tashab qo'yaman. Agarda senator tayyor bo'lsalar, demak sizlar bu videoni ko'rasizlar. Hammaylar endi king va bu inson dunyodagi eng kuchli futbolchilardan biri Ronaldo. Juda o'ylashinglar mumkin, Ronaldo qanaqasiga javob yozadi deb. Qattan bilsa, balki men qachondir, "Voy, Ronaldo javob yozdi" derman. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Давайте hozir Ronaldo yozamiz. Ronaldoga berishga vashi moshin savol topdim. Давайте Ronaldoga Messi yoki Ronaldo savol beramiz. Ya'ni Messi or Ronaldo. Давайте Ronaldoga ham yozordik. O'ylashim bo'yicha javob yozadi. Endi bundan keyin yozadigan mashhur insonimiz o'zbek futbolida prям o'zlarini cho'tib ko'rsatgan inson Abbosbek Fayzullayevga yozib ko'ramiz. Давайте salom beramiz birinchi bo'lib. Abbosbek Fayzullayevga nima deysiz bo'ladi? Yaqinda O'zbekiston Qatar bilan birga o'ynaydi va bu video chiqqanda o'yin o'tib bo'lgan bo'ladi. Yutganimiz, yutqizganimiz o'ylayman. Men prям Qatarni yutganlar bilan tabriklayman deb yozaman. Tam sal g'alatiroq. O'ylashim uchun ko'p javob yozadilar, chunki bizlar ham Instagramda уже galishka bor, $8. Hop, bo'lmasa yozamiz. Qatarni yutganinglar bilan tabrik deyman. Javob bermaslik ehtimollari ko'proq, chunki hozir faqat trenirovkada vatanimiz uchun prям harakat qilishyapti akalar. Bularga faqat omad tilaymiz. Mayli, bo'lmasa mana endi keyingi mashhur inson yozamiz va bu inson Bobur Mansurov. Давайте Bobur Mansurovga aniq yozamiz. Ya'ni esingizda bo'lsa, bundan oldingi videoda sariq bola va dilimik yozgandim. Bilsanglar, men blogerlar bergan topshiriq bajaraman degan video ham bor va xuddi shu video uchun ulardan menga topshiriq berishlarini so'radim va mana sariq bola ham dilimik ham javob berganlar va bulan topshiriqlarni xudo xolisa men kelayotgan o'sha blogerlar bergan topshiriq bajaraman videosida bajaraman va mana dilimik javob berganlari va bu bo'lsa sariq bolani menga javob berganlari. Давайте ana endi xuddi shu mavzuda Bobur Mansurovga yozib ko'ramiz. Va davay. O'ylashim bo'yicha Bobur aka ham javob yozadilar. Hammaylar bo'lmasa endi yana keyingi mashhur insonga yozamiz va bu inson MC Dini. Va mana yozganim просто kontent uchun disclaimer. Давайте MC Diniga ham xuddi как Bobur Mansurovga yozgan yozaman. Ya'ni blogerlar bergan topshiriq va bular menga shart bersalar bironta. Интересно. Va давайте MC Diniga ham yozib qo'ydik. Da yuborildi va ana endi rovnd 24 soatdan keyin javoblarni kutamiz. Hammaylar bo'lmasa yana keyingi mashhur insonga yozamiz. Va bu inson kardinal. Bular ham PUBG'larda adashmasam. Va давайте kardinalga yozib ko'ramiz. Assalomu alaykum aka. 1 million bilan tabriklaymiz yozamiz birinchi bo'lib, chunki yaqinda 1 million bo'ldi adashmasam. Va kardinalga mamlakat savol berib ko'raman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Men qachon 1 million obunachiga ega bo'laman deb so'rayman. Ko'ramiz kardinal bu savolga nima deb javob berar ekanlar. Men uchun qiziq. Hammaylar bo'lmasa 24 soatdan keyin bularga ham qaraymiz. Hammaylar bo'lmasa endi yana keyingi mashhur insonga yozishimiz kerak. Va bu inson Fezot. Va давайте Fezotga keyingi aniq yozamiz. Ya'ni Fezotga polni let's play qiladilar, yana o'yin o'ynaydilar va men ham ora-orada streamlarimda qo'rqinchli o'yinlar o'ynab turaman. Va давайте Fezotga yozaman.
Aka qachon birga qo'rqinchli o'yin o'ynaymiz deb. Birinchi salom beramiz har doimgidek. Aka qachon birga qo'rqinchli o'yin o'ynaymiz. Va ana endi Feruzadan ham javoblarni kutamiz. Va hammanglar ana endi navbat yana keyingi mashhur inson yozishga va bu inson Messi. Chunki Ronaldo yozdim, Ronaldo yozgandan keyin Messi qo'yib ketish kerak emas. Deb baqirsam shundan keyin hammanglar ana endi Messi yozamiz. Davayki Messiga ham Ronaldoga bergan savollarimizni beramiz. Ya'ni Messi or Ronaldo. Hammanglar Messiga ham yozib qo'ydik va ana endi Sardor Eto'ga yozamiz. Birinchi salom beramiz va undan keyin voy bo'ldimi? Boshqa so'z yozib bo'lmas ekan u. Voy. Hammanglar hatto savolga javob bersinlar va men keyingi mashhur inson yozaman endi. Va keyingi bo'lib yozadigan mashhur insonim bu hamma taniydigan bloger Mittimi. Va hozir o'ylab aytaman, to'g'risi Mittimiga nima deyish to'g'risi bilgan. Bo'lmasa aytib Mittimiga ham xuddi Bobur Mansurovga bergan o'sha anaqani aytamiz. Ya'ni bilasizlar, men blogerlardan topshiriq olib bajaraman va o'sha videom uchun davayki Mittimi menga topshiriq bersinlar. Mittimiga ham yozib qo'yib bo'ldik va ana endi yana keyingi mashhur insonga yozamiz. Va bu inson Latifov. O'ylashim bo'yicha sizlar Yusuf tanisizlar va bularga ham hozir yozamiz. Va to'g'risi desam Latipovga biron bir qiziqarli narsa kelmayapti. Shuning uchun ham akaga o'sha har doim gap, o'sha blogerlarni topshiriq olib bajaramiz va bular ham topshiriq etsizlar. Va shunda nafaqat bu video, balkim keyingi videolar uchun ham qiziqarli narsalar tayyorlab boramiz. Va albatta fikringizni qo'shilsangiz, albatta like bosinglar, chunki video shuncha o'tdi va men haligacha sizlardan like so'ramadim. Sizlar o'zingizlar bilib bosishlar kerak edi. Do'stlar, mana siz o'zingiz bilib like bosmadingiz. Va bu meni kanalim rivoji uchun katta ahamiyatga ega va albatta obuna bo'ling, chunki 850 ming obunachi bu meni hozirdagi maqsadim. Va xo'p, Latifga endi yozamiz. Va bularga ham xuddi o'sha gap, menga topshiriq berishlarini so'raymiz. O'ylashim bo'yicha javob yozadilar. Va ana endi yozadigan mashhur insonimiz bu Ahror Alixonov. O'zi Islom aka menga yozdilar, javob yozdilar, lekin buni ochib qaramaymiz. Ya'ni rovni bir kun o'tgandan keyin qaraymiz. Bo'ldi, omon ochmayman, qarayman. Voy, lekin mana shu interesni nima deganlari. Ahror akaga assalomu alaykum. Aka, qachon endi birga jin chaqiramiz deb yozaman. Demak, oramizda shunaqa prikol bor. Bilasizlar, men jin chaqirgan videolarim bor, o'xshamasligini isbotlash uchun ko'rilgan. Va o'sha videoni ko'rib, prikol qilishadi. Tushunmayman nimaga. To'g'ri tushunaman. Как чумагanga olishim kerak. Давайте endi qachon birga jin chaqiramiz deb yozaman. Mana ikkita skriptdan tushuntirman. Axirgi o'ylashim bo'yicha javob yozasiz. Hammanglar ana endi bo'lmasam keyingi mashhur insonga yozamiz. Va bu inson hozir reaksiyalar bilan ancha cho'tga ketayotgan inson IHKga hozir majbasiya bo'ladi. Давайте IHKga aniq yozamiz. Aka, tug'ilgan kunimda nimaga menga sovg'a bermadingiz deb yozaman. O'ylashim bo'yicha IHK bundan jahlar chiqmadi, rostlashmaydilar. Va shunday qolamiz, xarakterlari normalniy. Yana bilmadim, video davomida ko'ramiz va 24 soatdan keyin bularni javoblarini ham ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha javob beradilar. Mayli, bo'lmasa mana endi yana keyingi mashhur insonga yozamiz va bu inson o'zbek blogersha deydimi? Qiz bola blogerlar. Qarshi qiz bola bloger Bonomur. Bonomurga ham ko'pchilik yozganga o'xshab, o'sha menga biron topshiriq bering, shu videomda bajaring deb yozamiz. Va yozib qo'yib bo'ldim. O'ylashim bo'yicha 24 soat ichida javob beradilar va men keyin sizlarda 24 soat o'tadi. Ishonmaysizlarmi? Lot mana. Va oradan 24 soat ham o'tdi va ana endi qaraymiz, qani kim menga javob beribdi. Va menga birinchi javob yozgan odam bu Islom Abdujabbor, ya'ni Avons Boys asoschisi. Va men ularga qachon endi challenge deb yutasizlar deb yozdim, chunki bilsizlar, Avons Boys challenge qatnashish bilan yutgandim. Undan keyin yaxshi brat, yutasizlar deb yozsizmi? Davom akak. Yutaman, короче. Va undan keyin ular menga mamlakat yozdilar. Bizni kanalda yutdingiz, gap yo'q. Lekin sizni kanalingizda YouTube ketishimizni o'ylab ko'rmadingizmi dedilar. Интересно. Va xushbasilga savol, Avons Boys bilan birga o'zim yutganim uchun video qilaymi? Qanaqadir qiziqarliroq va ularni жёсткий qiynab. Ya'ni как bilasizlar, men pul ekstremalli va xuddi ekstremalli nimadir, ular bilan. Agarda shunaqa video chiqsa xohlasanglar, davayt like-dan bosib tashlaylar, davayt 30 ming like oshirib qo'yaylik. Va bo'lmasa endi keyingi menga javob bergan mashhur insonga o'tamiz va bu inson Bonomur. Men to'rt inson Bonomur javob yozadilar o'ylamadim. Javob yozdilar. Xullas, men ulardan menga qanaqadir shart bering va u videoni bajaraman dedim va ular mana bu ovozli xabar bilan menga javob berdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Omonxon? Nima shart? Men tushunmadim, tushuntiribroq yozing. Bundan keyin men shart tushuntirib yozardim, lekin hali ko'rganlar yo'q. Unda vaqtlar bo'lmadi deb o'ylaymiz. Xudo xolsa, agar qanaqadir shart etsalar,
biz uni 100% videomizni bajaramiz. No ko'rganingizdek, уже javob bergan odam ikkita bo'ldi va ana endi menga javob bergan odamlarni shunisi bu kardinal. Bunda o'sha hamma taniydigan kardinal yaqinda 1 million bo'lgandilar va shu uchun ham ularga yozgandim. Okey, endi qachon men ham 1 million bo'laman deb va ular mana bunday javob berdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Katta rahmat aka, e'tibor va tabrik uchun. Harakat qilsangiz inshaalloh 2 oyda dedilar. Demak, xudo 2 oyda biz 1 million bo'lamiz. No, albatta harakat qilsam. No, men harakat qilganga qarshi sen podpisatsiyasiz kerak. Masalan, shu videoga like bosing va obuna bo'ling. Davaychi, 3 sekund davay. 3 sekund ichida ikkita ko'rgan bo'lsangiz, jam qaychi atik 3 sekund. No, siz muddalaysiz. Ketdimi? 3 sekund